19 milyon so'm pul o'g'irlandi, mashinada ya yo'qoldi ya tushib qoldi. Bu videoni yana davomini qilishga majbur bo'ldim. Ukamiz yana kelibdi. Hali topilmadimi? Yo'q, hali topilmadi. Obunachilarimiz 19 milyon so'm pul hali topilmadi. Bu pul kimnidir qo'lida. Yana bir marta chiqishga majbur bo'layapman. Birovni qora mehnati. Bu videomuzni oldingi qismini ham ko'rgansizlar. Kimdir topib olgan bo'lsa, birovni haqqini haligacha olib gap bermadi. Avvalambor uka qismma oilaviy sharoiti dim a'lo darajada emas. Qarzi bor ekan. Qarzim bor devading-a? Qarzini to'lash uchun srochniy kelyapti ekan. So'rab turgani uchun pulini ishlab aka-uka ikkisi shu pulni topib turib, Xorazmga qaytib kelayotgan vaqtida yo'qoldi. Endi shunaqa qarzlarni yana so'rab turibdi, endi topib berish kerak. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tchakman. Avvalambor, endi sen pul zarur bo'lib turibdi. Kommentarda yozganlar bor. Men seni karta nomeringni qo'yib qo'yaman. Endi sen kerakmi desang ham men qo'yaman. Kimni sana yordami, kimni sana o'zini qo'linaga yordam bo'ladigan bo'lsa, yordam beraveradi. Lekin shu o'rinda bir narsani aytib qo'yin, taksi og'amiz. Bu gapimiz sizga tegishli. Telefonni olmay turibdi. Telefonni olingdan birgalikda siz yo'lda yurgan odamsiz. Birgalikda qaranglar shu pulni. Nega tushib qoldi shu pul? Siz yo'lda qaysi tochkalarda yo'qolgan bo'lishi mumkin, hammasini bilasiz. Yo'lda hamma yerda kamera bor. Qaysi tochkada sumka boradi, balkim kamerada ko'rinar shu narsa. Qaysi tochkaga kelganda kamerada ko'rinmay qoldi, yo'qolib ketdi shu narsa mashina ustidan. Birgalikda qarang. Endi siz javobgarsiz. Mashina mindimi? Mashinangizdan mingandan keyin shofer bo'ladigan bo'lsangiz, haqqini olasiz. Jonini va uni pulini siz javobgarsiz. Sho'purni o'zi bo'ylayadimi? Albatta o'zi bo'layadi. Birgalikda qarashinglar, yordam beringlar. Agar siz yordam berolmasangiz, biz xalq bilan birgalikda yordam beramiz, tayyormiz. Davomini chiqaramiz. Sho'fur og'amiz, albatta siz ham aloqaga chiqingdan birgalikda qaranglar. Topiladi. Kim olganligi ma'lum bo'ladi. Hozir vaqt hamma yer kamera.